Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilari, shularning kuzatuvchilari. Mana bugun aloe vera haqida gaplashamiz. Bu aloe oilasiga kiradi. Qalin sorti, ichidagi massasi yo'g'on bo'ladigan sort hisoblanadi. Bu hozir qo'limdagi 3 yoshdan oshgan, yoshi почти 5 yoshga kirib qolgan aloe. Xo'p, aloe verani qanaqa foydali tomonlari bor? Aloeni orasidan hozir ko'rsataman sizlarga. Orasidan olinadigan shirasini soch ildizlaringga surkab chiqib, yarim soatdan keyin yuvib tashlasangiz, soch haligi chigal bo'lib ketadigan, qattiq, rangsiz, keyin patay bo'lib ketadigan sochlar bor-ku, chigal bo'lib, haligi ko'rinishi unaqa patayga o'xshab xunuk bo'lib turadigan sochlarni mayin qilib beradi, rangini tiniqlashtirib, yorqinlab beradi. Buni tarkibida A, E, B, K vitaminlari borligini hisobiga sochga ozuqa ham bo'ladi. Keyin yuzga ham hid qilsa bo'ladi. Buni bemalol yuzga shu orasidagi shirasini surkab turib, kechqurun yarim soat turgandan keyin yuvib tashlasangiz, yuzdagi har xil xiralashish, yuz rangi notekis bo'ladi-ku, shu xiralashishni hamda ko'zdagida qorayishlar, jigarrang dog'lar bo'lsa shu narsani oldini oladi, hamda ajinlar tushishini oldini oladi, yuzda rangini tiniq qilib beradi, yallig'lanish, yuzdagi qizarish, yallig'lanish hamda quyosh nuridan kuygan joylarda ham o'sha o'zini holatiga keltirishga juda yaxshi yordam beradi. Masalan, keyin birorta odam yiqilib tushsa, qo'lida shilingan joyi bo'lsa ham shuni surkasa, tezda shu qizarish, yallig'lanishni bartaraf etib, tez yara bitishiga yordam beradi. Hamda buni gaymarit kasalligi ko'pchilik bilsa kerak, ko'pchilikka tanish holat, burunda bo'shlig'ining yallig'lanishi. Shunda mana shu aloedan olingan sok hamda asal qo'shib turib, uni 10 kun qorong'i joyda saqlab turib, bir tomchidan bir mahal tomizilsa, gaymaritni xudo xolasa Alloh izni bilan oldini oladi, davolaydi. Chunki gaymarit bu gaymir bo'shlig'ining yallig'lanishi hisoblanadi. Bunda odam nafas olish qiyinlashadi, pastga qaraganda burunlari lo'qillab, boshlari og'riydi. O'zimda ham shaxsan bu kasallik bo'lgan. Shunda tabiiy yo'l bilan davolashi mumkin. Chunki tomizilganda o'sha joyiga gaymir bo'shlig'iga borib turib, burundagi o'sha yiringlarni olib tushib ketadi. Hamda shunda ishlatilinadi. Hamda oshqozonda yara, gastriti borlar, turli xil kasalliklari borlarga ham buni o'sha sokini asalga qo'shib ichirishadi. Unda ham yaxshi davo bo'ladi. Aloe vera juda ham dorivor o'simlik. Endi buni men tayyorlanish jarayonini ozgina qisqacha qilib aytib berdim, lekin imенно qanaqa tayyorlanishini men ham o'zim uncha yaxshi bilmayman. Shuning uchun tabiblardan bir qator maslahat so'rashsalar bo'ladi. Buni ishlatish mumkin bo'lmagan holatlar, aloe verani oldin yuzingizga, sochingizga surishdan oldin teringizga ozgina joyiga surkab ko'ring. Bu sizga allergiya bermayaptimi, toshma, qichishish bermaganidan keyingina surking. O'sha narsani oldini oling, chunki ayrimlarga unaqa berishi mumkin, allergiya berishi mumkin. Hozir men o'zim uchun olib keldim buni. Hozir o'sha yuzimga va sochimga maska qilmoqchiman. Sizlarga ham qisqacha va foydali video olib o'tdim. Mana hozir ko'rib turibsizlar, buni tikonlarini olib tashlayman, hamda orasidagi mana bu ko'rinib turganlaring sok, bu yashil sok. Shunaqa sok bo'ladi, hidi sassiqroq, lekin bunaqa foydasi, nimasi juda ham zo'r. Menga terimga yoqadi, shuning uchun haftada qilib turaman. Keyin bundan losyon tayyorlab olsang bo'ladi, toner tayyorlab olsang bo'ladi. Yuzlaringga, sochlaring uchlariga o'sha losyon surkab tayyorlab sepib tursalaring ham yaxshi foyda beradi. Faqat buni o'sha gaymarit va oshqozon yara kasalligida faqat 3 yoshdan kattasini olib ishlatiladi. O'shandagina foyda beradi, chunki rosa avj olgan, vitaminlar avj olgan payt hisoblanadi aloe verani. Xo'p, uylaringa ayollarimiz bemalol ishlatishsa bo'ladi, allergiya bermasa.
ma'lumotim foydali bo'ldi degan umiddaman. Yana birorta savollaring bo'lsa, agar men bilsam, kommentariyada yozib qoldirsalaring, bemalol javob beraman. Kimdirlar shu aloe veradan foydalangan bo'lsa, o'zlaringni qisqacha bilimlaringni kommentariyada yozib qoldiringlar, boshqalar uchun foydali bo'ladi degan umiddaman. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qolsalaring, bu biz uchun motivatsiya hisoblanadi va yana kelgusida yangi yaxshi foydali ma'lumotlar bilan sizlar bilan yuz diydor ko'rishguncha salomat bo'linglar.